aka. Ana, Xudoga shukr, mana bugun shu kunlarga yetkazdi. Har kelganlarda ustozimiz hurmat qilib, shuni avvalo Xudo sababchi bo'lganlar biz yo'lda san'atga kirishimizga yo'q. Hali yo'llarda turardi, ya'ni buncha bilib bilmaylik nima qilardilar. Telefonda gaplashib turamiz. Mana bugun mana Xudo xolasa mana misollarga yetib ko'rishib turibmiz, mana xursandmiz. Endi bundan bari aloqalarni tiklaymiz, Xudo xolasa. O'tiribmiz maza qilib, Murod aka. Ustoz bizni haqiqatda juda o'zini o'rniga ega bo'lgan ustoz. Bu hamma O'zbekiston bilsa kerak. Endi keldi u. Biz Edem akani fanati bo'lganmiz. Biz fanati bo'lganmiz. Iloyim. Mana akalarimiz. Yuziga kelganingizda ham ana so'rida o'tiramiz. Bitta jilo'ramiz Nima er-xotin o'tirishib necha yil oldi xotin turmush qilganimizga. Sa 55 yil oldi dadasi. Sa shu bir-birimizdan rizochilik so'rab qo'yaylik. Sa ha xo'p dadasi. Sa shu 55 yildan beri yashab yurgan sirim bor, shuni aytib qo'yay. Men senga indamaganman shuni. Sa ha xo'p dadasi, nima siringiz borsa, shu men daltonman. Ko'zim rangni ajratmaydi. So hamma aytib bo'pti dadasi, roziman. Mana bitta sirim bor. Mana 55 yildan beri sizga aytmasdim dadasi. Mana aytay desa, ha xo'p ayt. Sen nima siring borsa, men negirman. Rahmat. Sog' bo'ling. Mana shu bugun uchrashuvimizning eng birinchi shu sababchisi mana Murod akam bo'ladi. Hofiz. Sog' bo'ling. Bu zamonda 84-yili Murod akam bilan sostavga men kirdim. O'shandan beri shu insonlar o'sha paytda yonimizda bizdan yoshroq bolalar edi. Bizga muxlis bo'lib yurardi, bolelshik edi bizga. San'atimizga. O'shaning uchun men ham hozir juda xursandman. Shu yerga kelganimga mana Murodjon o'rtog'imiz bor, akordeonchi. Mana shu inson mani izim Edemcha. Yangi ot oldi. Edemcha kitayskiy. O'rtog'imiz Diyor, bu ham Enverni shogirdi. Enver o'rtog'imizni shogirdi. Hammalaringga olam bor. Xudo sog'lik bersin. Hammamiz sog' bo'laylik. Mana shu o'tirishimiz oxirgi bo'lmasin. Yana shu Xudo xolasa yarim yildan, bir yildan siz kelasizmi, biz kelamizmi, har doim bir-birimizga nimamiz, ko'nglimiz ochiq bo'lsin. Rahmat. Qachon kelsin birinchi menga telefon qiling. Bo'ldi. Duo qiling. Amin. Kelar shu yil, kelar shu oy, kelar shu kunlarda hammamiz sog' salomat, bola chaqalarga, nevara, chevara, evaralarga bosh bo'lib yetishlik nasib bo'lsin. Kelar shu yil, kelar shu oy, shu kun degani 30 yilda kelar. Kelar shu yil, kelar shu oy, kelar shu kun degani 30. Hayda juda xatarlar sanab yurgan ekansiz-da. Siz ham otga o'tib, biz ham otib olaylik. Nima